İstanbul'da Barin şehitlerini hatırlaş faaliyeti ötküzüldü. 5 aprel Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin uyuşturuşu bilen İstanbul Zeytinburnu Akdeniz zalida Barin şehitlerini hatırlaş faaliyeti ötküzüldü. Bu yıl 1990 yıl 4 ayının 5 günü Şarkı Türkistan'ın Aktu naisi Barin yezisida başlangan ve bir hafta davamlaşıp Şarkı Türkistan davasının bugünkü zaman Uyghur tarixida yenidan baş götürüp çıkışıga küçlük türtki bolgan Barin cihadi hareketiga 28 yıl boldu. Bu münasebet bilen İstanbul'daki Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin teşkilleşi bilen Barin şehitlerini hatırlaş faaliyeti ötküzüldü. Yığınga Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'ne a'za 20'ge yakın teşkilatının mesulleri, pişqadam ustazlar, Türk cemiyetlerinin reisleri, sabık milletvekilleri ve hazırki hükümetteki mesullar ve İstanbul'da yaşayotgan Uygurlardan bulup 1000'ge yakın kişi katnaştı. Yığın Kur'an-ı Kerim tilaveti bilen başlandı. Keyin Türkiye Devlet Marşı, arkadan Şarkı Türkistan Devlet Marşı okuldu. Keyin Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği reisi Hidayetullah Oğuzhan, Barin Qorallık hareketinin Şarkı Türkistan tarixida tutkan muhim o'rni ve şehitlerini hatırlaşning ahamiyati haqida to'xtaldi. Türkiye'de ahirki 2 ay ichida Şarkı Türkistan davası duch kelgan masalalar haqida ixcham so'z qilib, Teşkilatlar Birliği qurilgandan beri qo'lga keltirilgan natijalarni xulosalash bilan birga Şarkı Türkistan davasida samimiy bo'lish, Şarkı Türkistan xalqining irodasiga vakillik qilgan holda davoni davomlashtirishni ta'kidladi. Qarindoshlarım, men bir narsani dedim. Milli bu davayımızda meyli siyasi, meyli askeri, meyli ilmi, meyli terbiyevi barlık faaliyetlerimizde asasında millilikni asas kılaylı dedim. Bu millilik ırkçılık emez. Ben bunu ikinci kıtım bugün tekrarlamakçı. Bunun da nemi için bunun ben çınkap getivatımen dese, bu millilik bu digenim milletçilik olmasın. Şarkı Türkistan'ın azatlığı, Şarkı Türkistan davasıga, Şarkı Türkistan halkının ingravatkan talep takazzası, ümit ve arzularına sadık bulaş demekçi. Kıygan hareketlerimiz, faaliyetlerimizde Şarkı Türkistan halkıga payda olmaydıgan bolsa, Şarkı Türkistan muhacirlerine payda olmaydıgan bolsa, Şarkı Türkistan halkını birleştirmeydigan bolsa, eğer bu hareketimiz o'ttirg'i çıkan çağda men veya her kandak bir cemiyet rehberleri özünü rehber lider deb o'ttirg'i çıkan kişi bu asasda hareket kılmasa, özünün nefs xahişlerini emelileştiriş için birlik küçüğü bilen bizni tavızının şapkını doğurgandek paçılsa bu yerde millilik olmagan boldu qarindoshlar. Biz 2 ay jarayonidagi biz 2 aylık hayatımızı tekşirip çıkaylı. Türkiye'de 2 ay jarayonida bulup ötken ig'vo fitnalar, sunniy fitnalar, sunniy og'riq sanjiqlar bizni ne kadar perişan etkenlikini hemmeyle görüp turibdimiz. Şarkı Türkistan davası hiç kimden meyli emas. Yançıqımızdaki pul, bizning özümüzden meyli cemiyet ve teşkilatlarımızı çeken pul qanchalik amanet karakterlik igi olsa, muşu insanlar, muşu yaşlarımız, ağaç sanıllarımız, bugün insanların o'ttirg'i çıkan bu şuuri, hissiyatı, bu mu okşaş amanet. Bugünkü imkaniyet hem amanet. Bugün kol ilkimizde bo'lgan hamma narsa, adam, pul, akıl, güç hamma narsa amanet. Bunu ko'chada teppagan yoki o'g'irlagan yoki lotariyada chiqqan pulga o'xshash hisobsiz hechlashga hech kimning haqqi yo'q. Yig'ilishda Barin vaqasi tasvirlangan hujjatlik film ko'rsatildi. Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği muavin raisi Ustaz Sirajiddin Azizi ve bir qancha teşkilat reisleri ölümalar söz qilib, Barin cihadini ve şehitlerini hatırlaş, ular haqida dua qilish, ularning ruhidan o'ginishning ahamiyatini shar'iy dalillar bilan tushuntirib berish bilan birga, bu harakatdan bizning jasorat, qo'rqmaslik qatorliq o'ginadigan nurg'un narsalarimizning borligi ta'kidlab o'tildi. Yig'ilishda qiz o'g'il farzandlarimiz shehidlarni kuylagan she'r va nasrlarni deklamatsiya qildi. Oxirida ustoz Niyoz Damollamning boshchiligida Sharq Turkiston xalqi va islom ummatiga atab duolar qilindi. Binali Yildirim Mongoliya ziyoratini boshladi. Türkiye Cumhuriyeti Baş Ministri Binali Yildirim rasmiy davlat ishlari ziyoratida bo'lish uchun Mongoliya poytaxti Ulan Baturga yetib keldi.
Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Bosh minister Binali Yildirim Mongoliya poytaxti Ulan Batorga yetib bordi. U Mongoliya bilan bo'lgan savdo umumiy summasining intayin oz ekanligini eskartib, 30 million dollarlik savdo umumiy summasini qisqa vaqt ichida 300 million dollarga chiqarishimiz kerak dedi. U 2019-yili ikki davlatning diplomatik munosabat o'rnatganligining 50-yilligining tabriklanganligini bildirib, ikki davlat savdo umumiy summasining 10 hassa oshirish kerakligini ta'kidladi. Ikki bosh minister ko'rishishdan keyin kelishimlarga imzo qo'yish murosimiga qatnashdi. Turkiya Mongoliya o'rtasida 7 kelishim imzolandi. Bosh minister Binali Yildirim 2 kunlik Mongoliya ziyaratining birinchi kunida Mongoliya bosh ministeri Quralsuq O'qna, prezident Qaltma Battulg'a va parlament boshlig'i Miay Gombo Anqo Bolt bilan ayrim ko'rishdi. Binali Yildirim Mongoliya Milliy Hokimiyat Akademiyasini ziyorat qilgandan boshqa, Turkiya hamkorlik va koordinatsiya agentligi TİKA'ning Mongoliyadagi loyihalarining ochilish murosimiga qatnashdi. Bosh minister Binali Yildirimga muavin bosh minister Hakan Çavuşoğlu, Madaniyat va sayohat ishlari ministri Numan Qurtulmush va qatnash ministri Ahmad Arslan hamroh bo'ldi. Beijing Trumpning Xitoyga yana 100 milliard dollar qimmatida qo'shimcha boj qo'yish fikriga inkos qaytardi. Beijing Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning Xitoy mahsulotlariga yana 100 milliard dollarlik qo'shimcha tamojni beji qo'yish to'g'risidagi yo'l yo'riqiga inkos qaytardi. Turkiya Ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Beijing doiralari Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning 50 milliard dollarlik bojga qo'shimcha qilib, yana 100 milliard dollarlik tamojni beji qo'yish to'g'risidagi yo'l yo'riqiga qarata badalining qandoq bo'lishidan qat'iy nazar davlat manfaatini qo'g'daydiganligini ta'kidladi. Xitoy Savdo ishlari ministrligi Trump doiralarining Amerika Qo'shma Shtatlari savdo ishlari vakolatxonasidan Xitoyga 100 milliard dollarlik qo'shimcha tamojni beji qo'yishni talab qilganligi to'g'risidagi uchurlar haqida yozim bayonot e'lon qilib, Washington doiralari Xitoyning va xalqaro jamiyatning qarshi turishiga qaramay, bir taraflamalikni va bir taraflama savdo manfaatchiligini davomlashtirgan taqdirda Xitoymi odoqqichi ching turib, qarshi harakatga o'tishga va yangi keng doiralik tadbirlarni yo'l qo'yishga majbur bo'lib qoladi. Badalining qandoq bo'lishidan qat'iy nazar davlat manfaatlarini qo'g'dashni davomlashtirdi deganlarni qayd qildi. Beijing doiralarining Amerikada yo'l yo'riq tushirilgan 100 milliard dollarlik qo'shimcha bojga aloqador o'zgarishlarni ko'zlaydiganligi eskartilgan bayonotda Xitoyning savdo urushiga kirishni xohlamaydiganligi, biroq bundoq bir urushdanmi qo'rqib qolmaydiganligi bildirildi. Bayonotda yana ikki davlat o'rtasidagi savdo surkilishini boshlatgan tarafning dunyoviy erkin savdoga va dunyoviy ko'p taraflama savdo sistemasiga doil e'lon qilgan Washington hukumati ekanligi ta'kidlangan holda, Xitoyning islohot elib berishga, sirtqi qarata echib etishga, ko'p taraflama savdo sistemasini muhofazat qilishga, dunyoviy erkin savdo va selinmaning erkinlashtirilishiga rag'batlantirishni davomlashtiradiganligi qayd qilindi. Amerika prezidenti Donald Trump tunugun Xitoyning 50 milliard dollar qimmatidagi Amerikada ishlangan 106 xil tovarga 25% qo'shimcha boj qo'yish qaroriga nohaq inkos qaytarish deb baho berib, Amerika Qo'shma Shtatlarining buningdan ilgari e'lon qilingan 50 milliard dollar qimmatidagi 1300 turlik Xitoyda ishlangan tovarga 25% boj qo'yishga qo'shimcha qilib, yana 100 milliard dollarlik qo'shimcha tamojni beji qo'yishni muzokara qilish to'g'risida yo'l yo'riq tushirgan edi. Sharq Turkiston yangi nasl harakati tashkiloti tunji faoliyatini o'tkazdi. 4-ayning 5-kuni Sharq Turkiston yangi nasl harakati tashkiloti Kastomono a'zolari tomonidan Barin inqilobi va qirg'inchiligining 28-yillik kuni xotirlandi. Faoliyatga Kastomono universitetida o'qiyotgan 70-80 o'g'il-qiz o'quvchilar qatnashdi. Buningdan boshqa bir qism turk saboqdoshlarimo faoliyatga ishtirok qildi. Faoliyat Qur'oni Karim tilovati bilan boshlandi. Qur'on tilovatidan keyin Istiqlol marshi o'qildi va hurmatda turildi. Davlat marshidan keyin qiz o'quvchilarimizdan marhaba Abdurahim O'tkirning Iz nomli she'rini intayin jonli holatda deklamasiya qildi. Keyin riyosatchilardan Abdul Hafiz va Abdul Qabiz Barin inqilobi va inqilobning ahamiyati to'g'risida so'z qildi. Barin inqilobini tunishtirish filmidan keyin Barin inqilobining qo'mondonlaridan Zaydin Yusuf va Aziz Qurbon qatorliqlarning obrazi jonli holatda daromi shaklda saboqdoshlardan Hazrati Ali va Odillar tomonidan sahnada o'rindaldi. O'quvchilardan Abdullah Turg'un Yiltizning Vatanim Baxtim nomli she'rini jonli va ta'sirli holatda deklamasiya qildi. She'rdan keyin hamshirimiz Subhinur
Shehidlar izidan nomli maqolasida Xitoylarning bizlarni qandoq hiyla-mikirlar ostida qo'lga kirgizib olganligini, qutulish yo'lida nurg'unlagan shehidlarni bergan bo'lsaqmi, asla voz kechmaydiganligimizni, shehidlarimizning bizning faxrimiz ekanligini, bizlarningmi ham shular yo'lida kurash qildiganligimizni so'zlab o'tdi. Oxirida Kastumoni o'quvchilar vakili Abdusami va Sharq Turkiston yangi nasil harakati tashkilotining Kastumoni sho'basi raisi Sirojiddin Uchat qatorliqlar so'z qildi. O'quvchilar vakili Abdusami Barin inqilobidagi shahidlarimizning bizning o'ligimiz ekanligini, bizning ulardan o'rganishimiz kerakligini eslatib o'tdi. Sharq Turkiston yangi nasil harakati Kastumoni sho'basining raisi Sirojiddin Uchat shahidlarimizni asla unutib qolmaydiganligimizni, Zaydin Yusuflarning hali ham hayot ekanligini, shundaqla bundan keyin har bir Uyg'urning Zaydin Yusuf bo'lishining zarurligini, pat yaqinda Allohning yordami va minglagan Zaydin Yusuflarning kuchi bilan vatanimiz Sharq Turkistonni ozod qildiganligimizni so'zlab o'tdi. Keyin savoqdoshlardan Adridin shahidlarimizga adob va vatandagi qarindoshlarimizning eng yaqin muddatda bu zulmdan qutulishi uchun duo qildi. Aqsaray Suriya to'g'risida yangi bayonot e'lon qildi. 6 aprel Turkiya Ovoz Radiosuning xabarida bildirilishicha, Aqsaray bayonotchisi Sara Sanders Suriya vaziyati haqida bayonot e'lon qilib, Suriyada Daeshni yo'qotish maqsadi tez oxirlashyapti. Daesh butunlay degudak yo'qotildi dedi. Mazkur bayonotda Amerikaning Suriyada eshib qolgan Daeshchilarni yo'qotish irodasining qat'iy ekanligini eskartdi. Biroq chekinish vaqti to'g'risida hech qanday ma'lumot bermadi. U Amerikaning Suriyaga munosabatli kelgusi planlarini belgilash uchun ittifoqdoshlari bilan maslahat qilib, o'zaro fikr almashtirganligini eskartdi. Ittifoqdoshlarimiz bilan kelgusi planlar to'g'risida davomli maslahatlashamiz dedi.